Agar sizda bank kartasi, telefon raqam, Telegram akkaunt, plastik karta ilovasi yoki internet orqali to'lov qilish odati bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Men hozir aytadigan ma'lumotlar juda muhim. Chunki bugun firibgarlar odamlarning pulni faqat karta raqamini bilib emas, balki ishonch, shoshiltirish va qo'rquv orqali olib qo'ymoqda. Bu mavzu har bir oilaga, har bir ishlayotgan odamga, har bir talaba va pensionerga tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri bosilgan havola, bitta aytilgan SMS kod yoki bitta ha degan javob sizga millionlab so'm zarar keltirishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha ko'p odam o'z pulini saqlab qoladi. Oldin firibgarlik nisbatan sodda edi. Kimdir bozorda soxta mahsulot sotardi, kimdir qarz olib qaytarmasdi, kimdir hujjat bilan aldardi. Odamlar firibgarni ko'pincha yuzma-yuz ko'rardi. Demak, xavfni sezish, savol berish, atrofdagilardan maslahat olish imkoniyati bor edi. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Firibgar sizning uyingizga kelmaydi, yuzini ko'rsatmaydi, lekin telefoningiz orqali sizning cho'ntagingizga kiradi. U bank xodimi bo'lib qo'ng'iroq qiladi, ichki ishlar xodimi bo'lib gapiradi. Yetkazib berish xizmati nomidan SMS yuboradi. Tanlov yutug'i haqida xabar beradi. Hatto yaqin qarindoshingizning Telegram akkauntidan yozgandek ko'rinadi. Eng xavflisi shundaki, u sizni o'ylashga qo'ymaydi. Zudlik bilan ayting. Hozir tasdiqlang. Agar qilmasangiz kartangiz bloklanadi. Sizning nomingizga kredit rasmiylashtirilmoqda kabi gaplar bilan odamni vahimaga soladi. Men mutaxassis sifatida ko'p holatlarda bitta narsani ko'raman. Odamlar texnik bilim yetishmagani uchun emas, balki shoshilgandan aldanadi. Firibgar aynan shu nuqtani ishlatadi. U sizga murakkab dastur tushuntirmaydi. U sizga juda oddiy savol beradi. Telefoningizga kelgan kodni ayting. Mana shu kod ko'pincha eng katta kalit bo'ladi. Birinchi va eng muhim qo'yda bank davlat idorasi to'lov tizimi, mobil operator yoki haqiqiy tashkilot sizdan SMS kod, karta pin kodi. Ilovaga kirish paroli yoki tasdiqlash kodini so'ramaydi. Agar kimdir telefon orqali bunday ma'lumot so'rasa, u kim bo'lishidan qat'i nazar suhbatni to'xtatish kerak. Masalan, sizga kimdir qo'ng'iroq qilib, men bank xavfsizlik bo'limidanman, kartangizdan 2 million so'm yetishga urinish bo'ldi, hozir buni to'xtatishimiz uchun SMS kodni ayting, desa ko'pchilik qo'rqib ketadi. Chunki odamning xayoliga birinchi bo'lib pulini yo'qotish keladi. Lekin aslida kartangizdan pul yechilayotgan bo'lmasligi mumkin. Firibgar sizni qo'rqitib, aynan o'sha kodni olishga harakat qiladi. Siz kodni aytishingiz bilan u bankingizga kirishi, pul o'tkazishi yoki nomingizdan kredit olishga urinishi mumkin. Ikkinchi qo'yda havolaga bosishdan oldin manbani tekshiring. Sizga posilka keldi, jarima bor. Subsidiya ajratildi. Kompensatsiya oling, sovg'a yutdingiz degan xabarlar juda ko'p uchraydi. Bunday xabarlarda odatda havola bo'ladi. Havola rasmiy saytga o'xshashi mumkin. Lekin unda bitta harf boshqacha bo'ladi yoki domen g'alati bo'ladi. Odam buni ko'rmaydi, chunki dizayn rasmiyga o'xshaydi. Karta ma'lumotini kiritadi, keyin hisobidan pul ketadi. 3-qo'yda Telegram, Instagram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqdagi tanishdan kelgan xabarga ham darhol ishonmang. Masalan, do'stingizdan iltimos, menga 5000 so'm tashlab tur, kechqurun qaytaraman degan xabar keldi. Siz uni taniysiz, avval ham yordam bergansiz. Lekin uning akkaunti buzilgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda albatta unga telefon qilib, ovozini eshiting. Hozir gaplasha olmayman desa, shubhalaning. Haqiqiy odam pul so'rayotgan bo'lsa, odatda 20 soniya gaplashishga vaqt topadi. Pensionerlar ko'proq xavf ostida, chunki ular rasmiy gap, forma xavfsizlik bo'limi, prokuratura, bank nazorati kabi so'zlardan cho'chishi mumkin. Firibgarlar buni yaxshi biladi. Ular muloyim, lekin qat'iy ohangda gapiradi. Siz qonuniy jarayonda guvoh sifatida qatnashyapsiz. Tergov siri, hech kimga aytmang kabi iboralarni ishlatadi. Oddiy odam bunday so'zlarni eshitganda, balki rostdan ham jiddiy masaladir deb o'ylaydi. Talabalar ham xavf ostida. Ularga ko'pincha stipendiya, grant, ish, onlayn daromad, kurs, kripto, investitsiya takliflari orqali yaqinlashishadi. Masalan, kuniga 200 ming so'm ishlaysiz, faqat ro'yxatdan o'ting va kartangizni ulang deyishadi. Avval kichik pul chiqarishga ruxsat berishadi. Odam ishonadi. Keyin kattaroq summa kiritadi va hammasidan ayriladi. Ishlayotgan odamlar ham xavfsiz emas. Ularga soliqdan qaytim, ish haqi kartangizda muammo, kredit tarixingiz tekshirilyapti, nomingizga qarz rasmiylashtirilgan,
kabi ssenariylar bilan qo'ng'iroq qilishadi. Ayniqsa ish paytida odam charchagan, shoshgan, diqqatini jamlay olmagan bo'ladi. Firibgar aynan shu paytni tanlashi mumkin. Tadbirkorlar uchun xavf alohida katta. Ularga soxta shartnoma, soxta to'lov topshiriqnomasi, soxta mijoz, soxta tender orqali hujum qilishadi. Masalan, kimdir katta buyurtma berishini aytadi. Lekin avval ro'yxatdan o'tish badali, sertifikat to'lovi yoki yetkazib berish sug'urtasi uchun pul so'raydi. Tadbirkor foydani ko'zlab tekshirmasdan to'lov qilsa, pul qaytmasligi mumkin. Agar siz hech qachon SMS kodini aytmasangiz, noma'lum havolalarga kirmasangiz, karta ma'lumotlarini begona saytlarga yozmasangiz, har bir pul so'rovini telefon orqali tasdiqlasangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin men aldanmayman degan odam ham ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki firibgarlikning kuchi aynan odamning o'ziga haddan tashqari ishongan paytida bilinadi. Men ko'p marta shunday holatlarni ko'rganman. Texnikani yaxshi biladigan odam ham aldanadi. Chunki firibgar uning bilimini emas, hissiyotini nishonga oladi. Masalan, onangiz avariyaga uchradi, farzandingiz muammoga tushdi, akkantingiz baloklanadi. Bugun oxirgi kun degan gaplar odamni mantiqdan ko'ra tezroq harakat qilishga majbur qiladi. Birinchi misol, bir ayolga bank nomidan qo'ng'iroq qilishadi. Unga kartangizdan 30 million 70 ming so'm yechilmoqchi deyishadi. Ayol qo'rqib ketadi. Firibgar pulni saqlab qolish uchun xavfsiz hisobga o'tkazamiz deydi. Ayol ilovaga kiradi, ular aytgan raqamga pul o'tkazadi. Keyin bilsa, hech qanday xavfsiz hisob bo'lmagan. Bank hech qachon mijozdan pulni boshqa hisobga o'tkazishni so'ramaydi. Ikkinchi misol, bir yigit Telegramda tanishining akkauntidan xabar oladi. Aka, tezda 1 million so'm kerak. Kechqurun qaytaraman deyiladi. Yigit ishonib pul yuboradi. Oradan bir soat o'tib, haqiqiy tanishi akkauntim buzildi, hech kimga pul yubormang deb yozadi. Bu yerda yigitning xatosi oddiy. U telefon qilib tekshirmagan. Uchinchi misol, bir pensionerga sizga davlatdan kompensatsiya ajratildi degan xabar keladi. U havolaga kiradi, karta raqami, amal qilish muddati va SMS kodini kiritadi. Bir necha daqiqada kartasidagi pensiya puli yechib olinadi. Eng achinarlisi, u ayol pul olish uchun ma'lumot kiritayotganini o'ylagan, aslida esa pul berayotgan bo'lgan. To'rtinchi misol, bir tadbirkorga katta buyurtma taklif qilishadi. Hujjatlar juda chiroyli, muhrlar bor, telefon raqamlari bor. Unga faqat mahsulotni rezerv qilish uchun 5 million so'm oldindan to'lov qiling deyishadi. Tadbirkor shoshiladi, raqobatchi olib qo'ymasin deb pul yuboradi. Keyin raqam o'chadi, sayt yo'qoladi. Hujjatlar soxta ekani bilinadi. Ba'zan haqiqiy bank yoki tashkilot sizga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Masalan, shubhali operatsiyani tasdiqlash uchun. Lekin farq shundaki, ular sizdan maxfiy kodni so'ramaydi. Ular faqat bu operatsiyani siz qildingizmi deb so'rashi mumkin. Agar sizda shubha bo'lsa, eng to'g'ri yo'l. Qo'ng'iroqni uzing va kartangiz orqasida yozilgan rasmiy raqamga yoki bank ilovasidagi qo'llab-quvvatlash xizmatiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Yana bir nozik jihat, firibgarlar siz haqingizda ba'zi ma'lumotlarni bilishi mumkin. Ismingizni, familiyangizni, qaysi bankdan foydalanishingizni, qaysi shaharda yashashingizni aytishi mumkin. Odam shunda, demak, bu rasmiy xodim deb o'ylaydi. Lekin bugun ko'p ma'lumotlar turli joylardan sizib chiqishi, eski e'lonlar, ijtimoiy tarmoqlar, ochiq bazalar yoki avvalgi ro'yxatdan o'tishlar orqali topilishi mumkin. Ismingizni bilishi uning haqiqiy xodim ekanini isbotlamaydi. Yana bir xato, kartamda pul yo'q, menga nima bo'lar deb o'ylash. Bu ham xavfli. Firibgar sizning kartangizdagi hozirgi pulni emas, bankingizga kirish huquqini, kredit olish imkoniyatini, kontaktlaringizni, Telegram akkauntingizni nishonga olishi mumkin. Kartada hozir 10 ming so'm bo'lsa ham, akkaunt orqali boshqa odamlarni aldashi, nomingizdan qarz so'rashi yoki kredit rasmiylashtirishga urinishi mumkin. Shuningdek, telefoningizga kelgan tasdiqlash kodi, faqat pul o'tkazish kodi bo'lmasligi mumkin. Bu Telegramga kirish kodi, bank ilovasini tiklash kodi, elektron pochta parolini almashtirish kodi yoki onlayn kabinetga kirish kodi bo'lishi mumkin. Har qanday kod shaxsiy hisoblanadi. Uni hech kimga aytmaslik kerak. Hatto qo'ng'iroq qilgan odam o'zini rahbar, xodim, militsiya, bank xavfsizligi yoki texnik yordam deb tanishtirsa ham. Birinchi qadam, hoziroq barcha muhim akkauntlaringizda 2 bosqichli himoyani yo'qing. Telegramda sozlanmalarga kiring. Maxfiylik va xavfsizlik bo'limidan 2 bosqichli parol qo'ying. Elektron pochtangizda ham shunday qiling.
Bank ilovalarida PIN kod va biometrik himoyani yo'qing. Parola bir xil bo'lmasin. Tug'ilgan kun, telefon raqam, 1203 QWERTY kabi oddiy parollarni ishlatmang. Ikkinchi qadam. Bank kartangizni internet xaridlari uchun alohida karta bilan ajrating. Asosiy pul turgan kartani har joyga ulamang. İnternetda to'lov qilish uchun ichida kichik summa bo'lgan alohida kartadan foydalaning. Masalan, asosiy kartada maosh tursa, onlayn xaridlar uchun boshqa kartaga faqat kerakli 100 ming yoki 200 ming so'm o'tkazing. Shunda havola soxta bo'lsa ham zarar chegaralanadi. Uchinchi hali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni davom ettirmang. Men o'zim rasmiy raqamga qo'ng'iroq qilaman deb qo'ying va telefonni uzing. Firibgar sizni ushlab turishga harakat qiladi. Uzib qo'ysangiz hisob bloklanadi, jarayon to'xtaydi. Mas'uliyat sizda bo'ladi deyishi mumkin. Aynan shu bosim firibgarlik belgisi. Rasmiy tashkilot sizni qo'rqitib maxfiy kod so'ramaydi. 4-qadam, agar pul so'rab xabar kelsa, albatta ovozli aloqa qiling. Menga ovozli xabar yubor, telefonni ko'tar, qaysi masala edi deb so'rang. Agar odam qo'ysa, bahona qilsa yoki faqat yozishda davom etsa, pul yubormang. Oila ichida oldindan maxsus kelishuv qiling. Masalan, agar kimdir bizdan zudlik bilan pul so'rasa, avval kod so'z aytiladi degan oddiy qoida ham ko'p xavfni kamaytiradi. 5-qadam. Ota-onangiz, buvingiz, bobongiz va farzandlaringizga bu qoidalarni tushuntiring. Faqat aldanib qolmang deyish yetarli emas. Ularga aniq misollar ayting. Agar bankdanman desa ham kod aytmaysiz. Agar kompensatsiya desa ham karta ma'lumotini kiritmaysiz. Agar men yozsam ham. Pul yuborishdan oldin menga qo'ng'iroq qilasiz deb tushuntiring. Buni bir marta emas, vaqti bilan takrorlash kerak. 6-qadam. Agar allaqachon kod aytib yuborgan bo'lsangiz yoki havolaga karta ma'lumotlarini kiritgan bo'lsangiz, kutmang. Darhol bankka qo'ng'iroq qiling va kartani bloklang. Bank ilovasiga kira olsangiz, kartani vaqtincha to'xtating. Parollarni almashtiring. Telegram yoki pochta buzilgan bo'lsa, barcha qurilmalardan chiqish funksiyasidan foydalaning. Keyin ichki ishlar organlariga yoki kiber xavfsizlik bo'yicha tegishli idoralarga murojaat qiling. Ariza yozayotganda sana, vaqt, telefon raqam, karta raqamining oxirgi raqamlari, o'tkazma summasi, chek, skrinshot, yozishmalar va havolalarni ilova qiling. 7-qadam. Telefoningizni toza saqlang. Noma'lum APK fayllarni o'rnatmang. Bu ilovani o'rnatsangiz pul olasiz. Bank yangilanishi, soliq qaytimi ilovasi degan fayllar juda xavfli bo'lishi mumkin. Ilovalarni faqat rasmiy do'konlardan yuklab oling. Telefoningizdagi operatsion tizim va ilovalarni yangilab boring. Chunki eski versiyalarda xavfsizlik zaifliklari bo'lishi mumkin. Agar zarar ko'rgan bo'lsangiz, men tavsiya qiladigan tartib shunday. Avvalo bank bilan bog'laning. Operatsiyani to'xtatish yoki kartani bloklash imkoniyati bo'lsa, vaqt juda muhim. Keyin barcha dalillarni saqlang. Telefon qo'ng'irog'i raqami, SMS matni, Telegram yozishmalari, havola manzili bank cheki, tranzaksiya vaqti, summa, qabul qiluvchi karta yoki hisob raqami bularning hammasi kerak bo'ladi. Arizada voqeani tartib bilan yozing. Masalan, falon sanada, falon vaqtda menga falon raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. O'zini bank xodim deb tanishtirdi. Mendan SMS kod so'radi. Keyin kartamdan falon summa yechildi. Gapni hissiyot bilan emas, faktlar bilan yozing. Qancha aniq yozsangiz, tekshiruv shuncha oson bo'ladi. Agar Telegram akkauntingiz buzilgan bo'lsa, kontaktlaringizga darhol boshqa kanal orqali xabar bering. Mening akkauntimdan pul so'ralsa, ishonmang deb yozing. Chunki firibgar sizdan keyin sizning tanishlaringizni nishonga oladi. Bu yerda tezkor ogohlantirish boshqa odamlarning pulini saqlab qolishi mumkin. Firibgarlikni tanish uchun bir necha belgi bor. Birinchisi, shoshiltirish, hozir, tez, 5 daqiqa ichida, kech bo'ladi degan bosim bo'lsa, to'xtang. Ikkinchisi, maxfiylik talab qilish. Hech kimga aytmang, qarindoshingizga ham aytmang. Bu maxfiy operatsiya deyishsa, bu juda katta signal. Uchinchisi, kod yoki parol so'rash. To'rtinchisi, pulni xavfsiz hisobga o'tkazishni so'rash. Beshinchisi, juda oson foyda va'da qilish. 10 million tikib 30 million olasiz. Hech narsa qilmay pul topasiz. Davlatdan pul chiqdi. Kabi gaplar tekshirilishi shart. Men sizga oddiy bir qoida beraman. Agar vaziyat sizni qo'rqitsa, shoshiltirsa yoki haddan tashqari quvontirsa, darhol to'xtang. Chunki firibgarlar ikki hissiyotdan ko'p foydalanadi: qo'rquv va ochko'zlik. Qo'rquv bilan pul ketadi deyishadi, ochko'zlik bilan pul keladi deyishadi.
Ikkalasidan maqsad bir xil. Sizni o'ylamasdan harakat qildirish. Bugungi eng muhim xulosa shuki, SMS kod, parol, PIN kod va tasdiqlash kodlari hech kimga aytilmaydi. Noma'lum havolaga karta ma'lumotlari kiritilmaydi. Pul so'ragan tanish avval telefon orqali tekshiriladi. Bank yoki rasmiy tashkilot nomidan qo'ng'iroq bo'lsa, siz o'zingiz rasmiy raqamga qayta qo'ng'iroq qilasiz. Shoshilish firibgarning quroli, tekshirish esa sizning himoyangiz. Men bu videoni sizni qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun tayyorladim. Chunki bitta odam bu ma'lumotni eshitib, kodini aytmasa bitta oila pulini saqlab qoladi. Izohlarda yozing. Sizga ham shubhali qo'ng'iroq yoki xabar kelganmi? Qanday holat bo'lgan? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, yaqinlaringizga, do'stlaringizga yuboring. Bugun yuborgan ogohlantirishingiz ertaga kimningdir pulini, asabini va xavfsizligini saqlab qolishi mumkin.